Salom do'stlar, sizlar bilan birga SRB editor. Bugungi videoda men do'stim bilan hardcore o'ynayman. Daraxt chopmaysanmi? Men hozir hamma youtuberlar qiladigan ishni qilmoqchiman. Daraxt chopaman, tosh kovlayman. Men yasagan narsalarni do'stimga ham yasayman. Do'stim ovqat toplayotgan ekan, yordamga bordim. O'ling, men yasagan narsalarni do'stimga bermoqchiman. Rahmat. Biz endi qishloq topamiz. Shaxta topdik. Do'stim mis kovlayapti, men temir kovlamoqchiman. Temir eritishga ketdim. Temirni eritishga qo'ydim, do'stim yana temir topib oldi. O'zimga kerka yasadim. Do'stimga ham o'zimga qalqon yasadim. Do'stimga qalqon beraman. Do'stimga kerka yasadim. O'zimga chelak yasadim. Chelagimga suv oldim. Men ko'mir topib oldim, endi uni kovlamoqchiman. Ko'mir kovlab bo'ldim, endi do'stimga chelak yasadim va men full mis bo'lib oldim. Do'stimga chelagini bermoqchiman. Do'stimga va menga misdan ikkita qilich yasadim va qilichni unga berdim. Biz ko'p temir yig'ish uchun g'orni chuqurga kirmoqchimiz. Birinchi temir, ikkinchi temir va uchinchi temir. Bizlar yana temir topib oldik. Ko'mir topib oldim, endi ko'mir kovlamoqchiman. Bum! Va creeper portladi. Do'stim mis kerak bo'ladi deb mis kovlab o'tir. Men uni moblar urmasin deb himoyalab turibman. Bum! Va temirlar. Lava! Yuqorida temirlar. Va temirlarni kovlayman. Lavani tepasida lazurit bor ekan. Va kovladim, yonida ham redstone bor ekan. Qo'rqmang, redstone'ni ham oldim. O'l, o'rgimchak, o'l! Va bizda go'sht yo'q ekan, dalaga chiqishga qaror qildik. Chiqsam kech ekan, o'zlarimizga boshpana qurib oldik. Ko'rishguncha do'stlar, ikkinchi qismini chiqishni xohlasangiz obuna bo'ling.